sizlar? Oyim qilgan ko'rpachani to'shib olibsizlar. Iltimos kir qilmanglar, oyim qilganda. Siz turing, o'tirmang. Cho'kib ketadi paxtasi. Onangni qilgan ko'rpachasimi bu? Oyijon, no. Tintakmisiz? Bu fujerda meni oyim berganlar-ku. Mana piyolada ichavering, o'lib qolmaysiz. Mana qara. Shu onang fujia jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt, olib kelib beraman dedi. Ya, sen unda qilmasding-ku, uchrashuvda nima unda bo'lyapsan, ha? Dada! Oyim qilgan banni xalat kiyib olibsiz, tentakmisiz? O'sirda bir narsa bo'lganmi? Yo kapanga odammisizlar? Nima qilsa oyim qilgan narsalar. O'zingni kelmadimi farosating? Voy, Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Keling, nima qilay, yechaymi? Yo'q, endi satqaysar. O'ldim. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak pochta ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Sen choynak pochingga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inangni boramiz, tur. Aya dadasizlar ham turinglar. Yuringlar. Onamga boramiz. Onangni. Aya, dada, men Tavrabdan yangi uy oldim. Tayyor kadastr bor, tayyor remonti bor. Shunday kirib yashaymiz bo'ldi. Oyim qilgan ko'rpa to'shaklarni ham olib kelamizmi? G'unchaqa. Jim o'tir. Hisob pulni qaydan olding? Boshlang'ich 25-30% to'ladim. Qolgan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lashga oldim. O'zining davlat maktabi bor, poliklinikasi bor, yonginasida metro bor, aeroport bor. Bitta uyning ichini ko'ring. Yo'q. Rostdan ham remontlari bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni ham olib kelaylik. O'chir ovozingni. Onang bergan bitta cho'p ham bu uyga kirmaydi. Shu uchun bu uyni sotib oldim. Pam, yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi meni. Oyi, parastat olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Voy, izlamagan joyim qolmadi qizim. Parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parastat toping. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi. Qayerdan topadi? Oyijon, ayamlarga borib kelsam maylimi? Mayli, boring. Faqat shu dadajoningizdan bitta so'rab ko'raylik, xo'p? Dadasi! Ay, o'lgaring. Ichingiz keldimi? Chiqdingizmi? Yo'q. Yo'q dedim katta. Ana ko'rdingiz, yo'q deyapti. Endi erkaklar uyda ustunida. Yo'qoling, boring, ishingizni qilavering. Xo'p. Bala bormi har 2 kunda birdan onasinikida? O'zar aka. Ha! Yangi ketmonlaringiz berib turing. Hozir akangizdan bir so'ray, uyda erkagida. Dadasi qo'shni ketmon so'rab chiqdi. Yo'q. Yo'q demang, endi bitta qo'shniga ketmon dastan qizg'anmang endi ber. Yo'q. Yo'q deyaptilar, o'zlari ishlatar ekanlar. Ha, mana. Mana ketmon sanga. O'g'lim, qayda yuribsan-a? Otang so'rayapti seni. Tez yetibki o'ldiradi seni. Dada, men keldim. Kelgan bo'lsang menga nima bolam? Kelasan-da uying bo'lgandan keyin. Kir uyga bolam. Zo'rg'a bosdim. Vajohatidan fil qo'rqayotdi. Onani yaratmasin ekan, bolam. O'rtalangda qolib ketdim kimday. Quyon qara bo'riga. Iltimos, meni yemang. Ikkita bolam bor. O'chiray, sharmandalar. Otang ana yerda uxlanmay yotibdi. Ovozini o'chirsin dedi. Bilasan-a, otang jahli yomonligini. Yerda aytib berayotdim. Aytma, ertak. Qancha xurrak otasiz, qanday uxlayapsiz shunaqa shovqinda? Yomon masa qilib uxlayapman. Anchadan beri unday uxlamagandim. Nimaga uy tinch? Yoting. Uy tinch. Kelin, dadangiz aytayapti, kirlarni juda yomon yuvayotgan ekansiz. Yo'q, oyijon. Voy, ana ishonmasangiz so'raymiz. Dadasi, meni onam yaxshimi, yomonmi? Yomon. Juda yomon o'lsin. Ana, ko'rdingiz, yomon deyapti. Oyijon, kirlarni men babida yuvganman. Babichi oq kirlarni oppoq qilib qo'yadi. Umuman dog' qoldirmaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Top-toza yuvadi.
ana shu top-toza qilib yuvayotganingiz men dadangizga yoqmayapti. Dadajon, o'tgan safar ayamkiga ruxsat bermadingiz. Bu safar enamkiga ruxsat berasizmi? Qiziq. Kim mendan so'radi? Men qachon ruxsat bermadim? Men doim za bo'lganman. Xohla ayaziga keting, xohla enangiga keting. Men zaman. Ruxsat bermang! Berib bo'ldim. Shuncha qilganimni tiqdingiz. Qara men ham chalaman. Ya og'zingda jo'p. Svistda cholma. Svistda cholsang o'g'ri keladi uyga. Assalomu alaykum. O'g'ri chaqirtirgan ekansizlar, keluvdik. Dastoniy narsalar bormi o'g'irlashga? Biz chaqirtirganimiz yo'q, aka. Kimdir shu uydan svistak chaldi-ku? Bilmayman. Men bilmaganimni bilmayman-da. Men ham bilmayman. Ulan, ana shu ovqatning mayini qoshingga surt, zo'r o'sadi. Yo'q. Ha? Sinab surt. Ya tavba, astag'firulloh. Kampir! Ha? Men bularning qo'shini qara. Yomon chiqdimi, aya? Zo'rku. Jamila xola ishtoringizni berib turasiz ekan, ayam aytdi. Nimaga? Ana siz egiz tuqqan ekansiz, shunga ishtoringizni opamga kiydirsa, opam ham egiz tug'ar ekan. Voy. Hozir Hanifani qiziga berib yubordim-da. Ishtoringiz bittami? Jalkami bitta sassiq ishton. Aya choyimda quruqcha tikka turibdi, nima bo'lardi? Mehmon keladi-da. Buni qorni ham bor ekan, bo'g'oz kelyaptimi deyman. Bular ko'pchilik-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voy, sen siras kelar ekanda. Sizlar choyga tushgan shamami? Qo'shikamalak Firuzabonu, qo'shikamalak Firuzabonu. Ola o'ynamay ko'nglim. Kechqurun sep chiqasan. Qo'y o'ynasa o'ynaversin, kampir qiziqsani. Mana lalaku borku. Namlikni saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, taglik borligini ham sezmaydi ikkalovi ham. Xotirjam uxlaydi. Qo'shimiz silishga o'chib ketmayaptimi, uka? Bilmasam, chiroyli turibdi-ku. Ilohi amin. Amin. Qizim kuyov bilan qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Amin. Hech qilib bunisidan ham qaytib kelmagin. Bolam, orqasidan to'shat. Nimaga? Irimi bor. Borgan joyda tashlab qotadi. Men otayda. Qochinglar. Nima bo'pti? Kuyovning miyasini qattiq chiqib ketibdi. Toshni uribman o'zi ham. Voy, bunisidan ham qaytdi. Qaytmadi. Borishga usbat qilmadi. Yerim menga sani. Qo'shikamalak